Bu video er-xotin yolg'iz ko'rishi kerak bo'lgan video hisoblanadi. Jinsiy aloqaning asl mohiyati. Assalomu alaykum. Bugungi video odatdagilardan biroz boshqacharoq bo'ladi. Agar yoningizda farzandlaringiz yoki begona odamlar bo'lsa, bu videoni keyinroq aynan turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda yolg'iz qolganingizda ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki bugun biz juda muhim, lekin jamiyatimizda kam gapiriladigan mavzu haqida suhbatlashamiz. Bu mavzu er-xotin o'rtasidagi yaqinlik. Men urolog-androlog sifatida minglab oilalar bilan ishlaganman. Shuni aytishim mumkinki, ko'plab oilaviy muammolar pul sababli emas, qarindoshlar sababli ham emas. Er-xotin bir-birini tushunmagani uchun yuzaga keladi. Ayniqsa jinsiy hayot haqida gaplasha olmaslik sababli. Bizning jamiyatda bu mavzu uyat deb qaraladi. Natijada yoshlar internetdan noto'g'ri ma'lumotlar oladi. Kimdir do'stini o'rganadi, kimdir filmlarga ishonadi, kimdir umuman hech narsa bilmay turmush quradi. Keyin haqiqiy muammolar boshlanadi. Bugun shu noto'g'ri tushunchalarning ayrimlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Avvalo, jinsiy aloqa o'zi nima? Ko'pchilik bu savolga ikki xil javob beradi. Birinchisi, bola ko'rish uchun yoki ikkinchisi jismoniy ehtiyojni qondirish uchun. Bu javoblarning ikkalasida ham haqiqat bor, lekin bu to'liq javob emas. Jinsiy yaqinlikning maqsadi faqat farzand ko'rish emas yoki faqat jismoniy ehtiyojni qondirish ham emas. Sog'lom oilada yaqinlik bu mehrni ifodalashning, yaqinlikning mustahkamlashning va er-xotin o'rtasidagi ishonchni kuchaytirishning bir yo'li, ya'ni usuli hisoblanadi. Bir-birini sevgan insonlar nafaqat gap orqali, balki mehr, e'tibor va yaqinlik orqali ham his-tuyg'ularini namoyon qiladi. Shuning uchun jinsiy hayotni faqat biologik jarayon sifatida ko'rish noto'g'ri albatta. Nima uchun erkakda ham, ayolda ham jinsiy istak mavjud? Bu tabiiy. Organizm shunday yaratilgan. Jinsiy istak inson salomatligining normal qismi hisoblanadi. Lekin bu istakni hurmat, mas'uliyat va o'zaro rozilik bilan boshqarish muhim. Yaqinlik hech qachon majburiyat yoki bosim bilan bo'lmasligi kerak. Bu ikki insonning birgalikdagi qarori bo'lishi kerak. Yana bir katta noto'g'ri tushuncha. Jinsiy aloqa qancha uzoq davom etsa, shuncha zo'r, shuncha yaxshi. Bu noto'g'ri fikr. Filmlar yoki ijtimoiy tarmoqlar ko'pincha haqiqatni emas, tomosha uchun yaratilgan tasvirni ko'rsatadi. Sog'lom yaqinlikni daqiqalar yoki soatlar bilan o'lchab bo'lmaydi. Muhimi, er-xotinning ikkalasi ham o'zini xotirjam, hurmat qilingan va bir-birini tushungan holda his qilishi. Sifat har doim davomiylikdan muhimroq. Yana bir muammo. Ko'p er-xotin yaqinlik haqida umuman gaplashmaydi. Bir-biridan uyaladi. Gapirsam noto'g'ri tushunadimikin, xafa bo'larmikin, uyat emasmikin? Natijada yillar davomida tushunmayotgan narsalarimiz, tushunmovchiliklar hammasi yig'ilib turadi-da, portlamayotgan bomba holatiga kelib qoladi. Aslida esa sog'lom oilada muloqot bo'lishi kerak. Er-xotin nimalar haqida bemalol gaplashish mumkin? Birinchidan, bir-birining hissiyotlari haqida. Bugun o'zingni qanday his qilyapsan? Biror narsa seni bezovta qilyaptimi? Oddiy savollar ham yaqinlikni kuchaytiradi. Ikkinchidan, kutayotgan e'tibor haqida. Kimdir mehrli so'zni ko'proq qadrlaydi. Kimdir quchoqlashishni, kimdir birga vaqt o'tkazishni. Bularni taxmin qilish kerak emas, gaplashish kerak. Uchinchidan, salomatlik haqida. Agar og'riq bo'lsa, noqulaylik bo'lsa, jinsiy istak kamaygan bo'lsa, buni yashirish emas, birgalikda yechim izlash kerak. Ba'zan buning sababi oddiy charchoq bo'ladi. Ba'zan esa shifokor yordami kerak bo'lib qolishi mumkin. To'rtinchidan, chegaralar va o'zaro hurmat haqida. Har bir insonning o'zini qulay his qiladigan chegaralari bo'ladi. Sog'lom munosabatda bu chegaralar hurmat qilinadi. Psixologlar nimaga ochiq muloqotni tavsiya qilyapti? Ba'zilar bu iborani noto'g'ri tushunadi. Ochiq muloqot degani hamma narsani talab qilish yoki bosim o'tkazish emas. Bu his tuyg'ularni ham yashirmaslik degani. Muammolarni ichiga yutmaslik degani. Bir-biringizni ayblamasdan gaplasha olish degani. Masalan, oxirgi paytlarda seni charchagan ko'ryapman. Biz bir-birimizga kam vaqt ajratyapmiz. Biror muammo bo'lsa birgalikda hal qilaylik. Mana shunaqa suhbatlar oilani yana ham mustahkamlaydi. Shu o'rinda bitta narsani ta'kidlab o'tishni joiz deb bilaman. Ko'p ko'raman-da, mana oldimga bemorlar kelsa, imkon qadar uzoqroq gaplashishga, to'liq kasallik tarixini bilishga harakat qilaman-da. Kimdir o'ynash bo'ladi, kimdir fohishalar bilan aloqani
muntazam yo'lga qo'ygan bo'ladi va ko'p mana shunaqa gaplashishliklarni xotini bilan emas, balki shular bilan yashirmasdan gaplashaveradi. O'zidagi muammolarni ham, o'sha jinsiy erkalashlarni ham, shirin suhbatlarni ham xotini bilan shu narsani qila olmaydi. Nimaga qila olmaysan degan savollarga xijolat bo'laman xotinimdan. Yoki xohlamayman erkaklarni ketmasin. Mana shunaqa begonalarga qiladi, tavba qildim. Begona-yu baribir. Nikohdan o'tmagan begona bir haligi naleva, napravadagi nimada endi. O'zingizni juft halolingiz halol-ku. Gaplashish kerak, suhbatlashish kerak, bir-biringizni o'sha muammolaringizni birgalikda hal qilishingiz kerak. Shu yana ham jipslashtiradi. Shuni nima qilmoqchiman? Erkaklarga alohida murojaatim bor. Ko'p erkaklar yaqinlikda faqat o'z vazifasi deb o'ylaydi. Aslida esa bu ikki insonning munosabati. Shoshilish, sherigingizni tiylamaslik yoki faqat o'zingizni o'ylash, bular vaqt o'tishi bilan sovuqlikka olib keladida, oilaning даже ajrimlariga ham sabab bo'lib qoladi. Mehr, sabr va e'tibor kuchli oilaning asosi hisoblanadi. Ayollarga ham murojaatim bor. Ba'zan ayollar ham barcha muammolarini ichiga yutib yuradi. Gapirmaydi. Xafa bo'lib oladi. Ichimdagini top degan narsa bo'lib qoladi-da, lekin turmush o'rtog'ingiz buni bilmasligi ham mumkin, sezmasligi ham mumkin. Er-xotin bir-birini fikrini o'qiy olmaydi. Ya'ni o'qimaydi. O'qishni xohlamaydi ham, tushunishni xohlamaydi ham. Shuning uchun hurmat bilan xotirjam tarzda gaplashishni ham o'rganish kerak. Janjal qilmasdan xotirjam nima bu? Eng katta xato muammo paydo bo'lsa internetdan tasodifiy maslahat qidirish yoki do'stlarning tajribasini o'zingizga mos deb hisoblash. Har bir oila boshqacha, bu individual. Har bir inson boshqacha, bu ham individual. Shuning uchun jiddiy muammolar bo'lsa, mutaxassisga murojaat qilishdan tortinmang. Bu uyat emas. Bu oilangizni asrash uchun qo'yilgan qadam, bu mas'uliyat hisoblanadi. Aziz er-xotinlar, sog'lom oila faqat sevgi bilan qurilmaydi. Gap borki, konfetik, buketik davr bo'ladi. Konfetik, buketik davr qachondir tugaydi. Shuning uchun sog'lom oila bu hurmat bilan quriladi, ishonch bilan quriladi. Ya'ni bir-biringizga ishonch bo'lish kerak. Muloqot bilan quriladi va bir-biringizni tushunishga bo'lgan harakat bilan quriladi. Jinsiy hayot esa oilaning alohida emas, balki muhim qismlaridan biridir. Bu mavzudan qochmang. Uni janjalga aylantirmang. Uni uyat deb ham qaramang. Bir-biringizni eshitishni o'rganing, bir-biringizni tushuning. Kerak bo'lsa, mutaxassislardan yordam so'rang. Shunda nafaqat jinsiy hayotingiz, balki oilangizdagi mehr, ishonch va baxt ham mustahkam bo'ladi. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, uni turmush o'rtog'ingiz bilan birga ko'ring va suhbatni davom ettiring. Kanalimizga obuna bo'ling. Oldinda oilaviy hayot, erkaklar salomatligi va er-xotin munosabatlari haqida yana ko'plab foydali mavzularda suhbatlashamiz. Oxirgi ilmiy tadqiqotlarda ham birgalikda o'rganib chiqamiz. Salomat bo'ling.